Xo'p, assalomu alaykum. DTM 2009 kitobidan birinchi mavzuning 49-savoli. N2O NO bor ekan. Aralashmasida molekulalar soni atomlar sonidan 208 marta kam. Dastlabki aralashmadagi NO ning hajmiy ulushini toping. Xo'p, molekulalar soni atomlar sonidan degan. Birinchi qiladigan ishimiz molini bilishimiz kerak. Buni molini bilmaganimiz uchun buni mol x mol, buni mol y mol. Xo'p, molekulalar soni degani bu mollar soniga teng. X plus y mana umumiy molekulalar soni. Endi tarkibidagi atomlar soni deyapti. Bunda 3 ta atom bo'lgani uchun molni ko'paytiradigan bo'lsam 3x plus bunda 2 ta bo'lgani uchun 2y. Molekulalar soni atomlar sonidan 208 marta bu taraf kam. Teng qilish uchun 208 ga bu tarafni ko'paytiramiz. Kam tarafni ko'paytirib tenglashtirdim. Agar ko'p deganda bo'lib yuborardim yoki bu tarafga ko'paytirib yuborardim. Xo'p, endi buni ishlaydigan bo'lsak 2,8 x plus 2,8 y barobar 3x plus 2y. Mana. Xo'p, endi 3x katta, 2,8x kichkina. Bu yoqqa ayirib o'tgani uchun 0,2x. 2 bu tarafga minus o'tadi. 2,8 dan 2 ni ayirgan bo'lsam 0,8y. 0,2 barobar bu tarafga bo'lib o'tadi. X barobar 0,8y taqsim 0,2. X barobar 0,8 ni 2 bo'ladigan bo'lsam 4y. Xo'p, endi dastlabki aralashmadagi NO ni hajmiy ulushini so'rabdi. Xo'p, mohiyati nima? X o'rniga 4y qo'yamiz. Xo'p, agar buni 1 mol deb oladigan bo'lsam, ya'ni y ni 1 deb oladigan bo'lsam, buni 4 mol bo'ladi. Ya'ni y o'rniga 1 qo'yamiz. Y ni o'rniga 1 qo'yamiz. Xo'p, NO ning hajmini so'ragan uchun 1 taqsim 4 plus 1 barobar 1 taqsim 5. Shunda to'g'ri javob C bo'lar ekan. Qaranglar, buni yana bitta etapi bor. Agar 1 qo'ymasdan ishlaydigan bo'lsam, NO ning molini общий molga bo'lishim kerak, to'g'rimi? Shuni topgin deyapti so'roq. Endi x ni o'rniga 4y ni olib borib qo'yamiz. Y taqsim 4y plus y barobar y taqsim 5y. Qisqarib ketadigan bo'lsa 1 taqsim 5. Shunda to'g'ri javob C bo'lar ekan. Tushunmay qolsalaring, qaytadan videoni ko'ringlar.